Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammalariningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'liq Hamid, Shvetsiya poytaxti Stokholm yashayman. Men ota-onamningki o'g'irligi uchun Xitoyningki nahaq kesatganligi uchun Shvetsiyaningki poytaxti Stokholmdagi parlament binosi oldida namoyish qilyapman. Degan vaksinninki azroq bir ishlar bilan bardag'aya bo'lib biza kechikib qoldim. Shunda o'smi hozir bugun dushanba bo'lganki normalda bular 3:30gacha 4gacha parlamentdan ichida bo'ladi. Shunga hozir keldim. Ondan keyin namoyishni boshlashdan burun opam dadam to'g'risida guvohlik berdi. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 23 kun tug'ilgan. Opam Sadat Povdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kun tug'ilib, 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ilo oblastlik bexatarlik tarmoqlari tomonidan tutib qochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashdi bo'lgan. Undan keyin opam dadamni 2018-ningki o'tirlarda 5 yillik kesayotgan, keyin yana ozroq vaqt o'tgandan keyin shu yana 18 yillik og'zaki hukmga e'lon qilingan. Sotningki qarori garchi og'zaki bo'lsa-mu, hozirgacha kuchga ega bo'lib, dadam Kunastik turmada, opam Bo'zlik turmada jazo muddatini o'tayotdi. Men irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millatningki ichidagi bir Uyg'ur ona bilan Uyg'ur dadamningki farzandi bo'lish butun bilan opam dadamningki boshqa ilm sohalarida bir cho'ng natijalarni qozinib va yoki boshqa savdo yoki tijorat va yoki bilim jihati cho'ng olim bo'lamsanmi, odamligimni yetishtirib, opam dadamga bo'lgan sevgimni, muhabbatimni ifodalash uchun, opam dadamga bo'lgan balalik farzimni ado qilish uchun, opam dadamningki o'rlik uchun men bu yerda turyapman. Shuningga boshqa qarindoshlarningkimi ota-onasiga bo'lgan va yoki qarindoshlariga hatto kelin bo'lsa-mu, jiroq tuqqan bo'lsa-mu qilish kerak qarindoshlar. Undaq tuzkorlik qilib ketmayli. Undan keyin men bir necha kun mana shu Norvegiyaningki shu aslilik bu ish to'g'risida gapirishga men gapirmaydigandim, lekin tuyuqsiz shu 80 odamdan kelib bak yaxshi bo'ldi, lekin bir narsani men o'zimga savol qo'yib qoldim. Bu ishmi tuyuqsiz shunda bo'ldi. Undan keyin Norvegiyaningki televiziya kanalida Turkiyani shunda ayblab ketdi hamdi. Qarindoshlar, bizningki dushmanimiz Xitoy, Turkiya emas. Turkiyada garchi hayotinglar garantiyaga ega bo'lmasa-mu, ayada so'zlagan chaqda Turkiyani ishlab tatmay qarindoshlar. Garchi bizningki dushmanimiz Xitoy bo'lsa-mu, nima uchun tuyuqsizmi shunda bo'lib qoldi? Mendim o'ylanish paydo bo'lib qoldi. Chunki Suriya masalasida mashta tuyuqsiz bo'lib ketgan bir turkum odamlar nim qilib. Bu dammi Norvegiya masalasini kelawag'in yaxshi qarindoshlarningki uningga deydigan hech qanday gap so'z yo'q. Ammo Turkiya yaxshi bizga qaradi, hayotimizni saqlab qolishga nima qildi? Xitoy kuchayib ketib qoldi, shuningga o'zimizga bexatarlik his qilolmadik deb manda shakl gapsanglar bo'ladi. Hamda amanglar kelib qarsam Turkiyani bek cho'qchib ketgan o'xshaysizlar, sizlar ketgan bilan amini baribir Turkiyaga borisizlar qarindoshlar. Andayliqi tuzkurlikni o'rganmayli, bizga nada singib qoldi ham shu ish. Bizning dushmanimiz har doim oyoq qilib ketdi, biz boshqa yerdan dushman izlaymiz. Sizlar ketganinglar bilan Turkiyadagi boshqa qarindoshlar yashayotdi. Ularningki ulag'imi ishlari taslishidi, hozir kundan kunga tasib ketdi. Shuningga qarindoshlar mendaq bir gaplarni qilgan chaqda biz irqiy qirg'inchilik uchrayapmiz, hayotimiz tahdid ostida, ba'zi ishlarimiz bitmay qoldi. Shuningga biz ketishga majbur bo'ldik degan holatda yo'gap akab Xitoyni urish kerak bu yerda. Bu yerda bu Norvegiyaningki TV'si qarsam asosiyatda shu Turkiyani, Xitoyninkini debdi, lekin Turkiyani mo ayblabdi. Bu yerda biz Turkiyani ayplash o'rniga qo'ysak bo'lmaydi, chunki Turkiyada Erdo'g'an apandininki 70 million, 80 million xalqi va ularni baxmasa olmaydi, uningmi tozi tas vaqtlar kelib qoldi siyosatninki. Qanday qo'misin ashalarda yashadik. Masalan, men misol uchun opam dadam bilan ashada Turkiya ko'rik rol o'ynagan vaqtida ko'rishib oldim. Arminim yo'q. Qaysi bir davlatda shunday bo'la oldi? Men kichikina o'sha nuqtai nazardan chiqib, o'sha gapni deb qo'y dedim. Undan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayidagi Erkin Aliptekin degan cho'ng odam sizda o'sha sizningki dadingiz Aysa Aliptekin Komindangning kotib bo'lgan-ku deyman. Sizda o'sha Uyg'urlarning besilangan zimin to'g'riliq shunday nas bor deb o'tganlar nim qildi. Shu nas bo'lsa chiqiring, ilmo 70 yillarga uni setib yedingiz.
Bo'lmasa ya banda bo'lmaydi degan o bir jimmi tashbaqidek beshingizni chigit qilib olmay, cho'pchong odam ishqitingiz go'gimi sangildi, kasalchami bo'lib ketibsiz. Xudoyim ashundaq to'g'ri yo'lda mangmasa ashundaq bo'ladi. Ya kasallar urib etidi, ya boshqa bolasini miyib qilib urib etidi, ya oxiratda birnam bo'ladi ishqi. Hamini bu dunyodan sizlar yaxshi qutulmaysizlar. Unda qilmanglar, vatanning ichida o't ko'yotidi. Ma Amerikadagi Uyg'urlarni indigenous people qilayotganlar, Uyg'ur qonunini bosirib olganlar, Uyg'ur qonuniga asliga qaytib keldi. Lekin shu Uyg'ur qonuni shu dal shu vaqtida chiqqan bo'lsa, Urumchi qirg'inchiligida manchilik ahvollar bo'lib ketmadi. Mao indigenous people'ni qilayotgan Olim Seyitov, Rabia Qodir, Roshan Abbas, anadagi ashadiki bir qanchalarang berib Luisaning bir yarim bir narsani tiqshamsa, nima ish qilsam qilib demokratlarning ustida arz qilamsa, ya bizni mustaqil degan dedi. Ani qaytirib elish, bu mustaqillikniki, chaqpelakniki yo'gilishiga ta'sir qilgan narsa u. Uni qo'ygan qaysin ash qonunlarni ashni bosirib berib, adangni bosirishsan manda bular odamning nervasini urib, sen haqning kasofatidan biz men turvatimiz, buni ota-onam qayerda u deb tuzuk da'vo qilishgan bo'lsang, meshat biz turamdiq. Chatalga chiqibman, aqasingning dastidan xotirjam yashag'in olmagan. Xitoymi bor buning ichida? Xitoyga aqasing shu rol o'ynab bermasang, shunday qonunlarni bosirib olmasang, tuzuk da'vo qilmasang, shunday alak kelib ketamda bu. Shu qarindoshlar, mushunchalik gap, boshqa gap so'z yo'q. Meningcha bo'lsa, qarindoshlar, ota-onanglarga ega chiqinglar, vaqtida ular uchun dastak beringlar. Undan keyin mushu mushundaq ishlarda hammadan bak yanala o'zimiz qutqazmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Biz qaysidir bir partiyalarga, qaysidir bir kimlarga bir yig'lab, yalvorib hal qiladigan ishlar emas bu. Mushu turayotgan davlatlarimizning ichidagi Xitoyni yomon ko'radigan partiyalarni izlab, ularga talablarimizni, haq-huquqlarimizni yetkazib, davoni durust qilmasak qarindoshlar, bizningki holimiz bak xarob. Ma ishplas cho'shqa amgan cho'shqining kuchiklari mushu ahvolga tushirib qo'ydi bizni. Bularningki ota-onalarga la'nat. Tugab ketganlaring ajdodingninki, tugab ketganlaringninki Xudoyim, lagerning ichida, turmaning ichida yig'ilgan, o'lib ketgan qarindoshlarimizninki qonlari bilan, yoshlari bilan benzin bo'lib do'zaxning o'tini kuchaytirib, laylimi do'zaxda iqib ketasa, badallaring haromdan bo'lgan cho'shqining kuchiklari, u cho'shq amgan aqlsiz po'q yeydiganlar. Kitning adam bo'lishamsa qaysang, eshakning bir nimasidan to'ralgan go'ylar. Shu qarindoshlar vaqtida ota-onamizga ega chiqib, nima qilayli hozir bu yerda ma'lum bizdan so'zlayotdi, o'zining ishini qilyapsin. Men bu andan keyin sho'rlarimni to'layman. Andangacha men birdam jimaroq tuttumsam, ma'lum bir tushundirish qilyotgan joydamcha. Men bering. Mana bizning askarlar ketdi. Siz bana ikisini sal yakara bakın.
Hozir men yerda mala bankining xodimlari hukumatniki men yerda gaplashyapti. Men shunga to'g'lanmadim, qarindoshlar. Ba'zida işte afsus bo'lib qoldi-ku. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Kina, stop folk murderi! Kina, stop folk murderi! Kina, stop folk murderi! Sverige, gira på Uiguren! Sverige, gira på Uiguren! Fascist China! Nazi China! Xi Jinping terrorist! Chen Jiangu terrorist! Virus China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist! Chen Jiangu terrorist! Fascist China! China, release my parents! China, release my parents! China, release my parents! Sverige, gira på Uiguren! Sverige, gira på Uiguren! Fascist China! Terrorist China! Diktator China! China, release my parents! China, release my parents! China, release my parents! Sverige, gira på Uiguren! Sverige, gira på Uiguren! Virus China! Fascist China! Terrorist China! China! Stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! Stand up Scandinavia! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Diktator China! CCP terrorist! CCP fascist! Xi Jinping fascist! Diktator Xi Jinping terrorist! Xi Jinping Chen Jiangu terrorist! China stops Uyghur genocide! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand
genocide. Stand up against Uyghur genocide. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. China terrorist. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Fascist China. Nazi China. China stops genocide. China stops genocide. Kina stop folk murder. Sverige gira på uigurer. China release my parents. Sverige gira på uigurer. Sverige gira på uigurer. Fascist China. Terrorist China. Virus China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. China release my parents. China release my parents. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Fascist China. Virus China. Terrorist China. Virus China. Fascist China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China stop folk murder. China stop folk murder. Sverige gira på uigurer. Sverige gira på uigurer. China release my parents. Fascist China. Fascist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Dictator Xi Jinping. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Chenchenko terrorist. Xi Jinping terrorist. CCP terrorist. Fascist CCP. Xi Jinping terrorist. Fascist CCP. China release my parents. Sverige gira på uigurer. Sverige gira på uigurer. Sverige gira på uigurer. China release my parents. China release my parents. Fascist China. Terrorist China. Chenchenko terrorist. Xi Jinping terrorist. Virus China. Qarindoshlar, hamsa mana biza bu yerda turib, undan keyin qayta kashta ishlamasam bo'lmaydi. Bugundan boshlab 4 kun kechada ishlayman. Qarindoshlar, biza bu yerda internetni o'chiryaptimi? Telefondan to'p qoldi.